Hammaga salom do'stlar. Bugun biz CapCut'dan video yasashni o'rganamiz. Mana bo'lmasa ketdi. Birinchi bo'lib CapCut ilovasini yuklab olamiz va CapCut ilovasiga kiramiz. Kirganimizdan keyin do'stlar, CapCut'dan birinchi bo'lib do'stlar haligina video chiqardim uzr hozir. Mana do'stlar, birinchi bo'lib maytni bosasizlar. Shu qaychi uslubini bosganlaringdan keyin mana qanaqadir narsa chiqib keladi. O'shdan xullas edit ma любойni tanlaysizlar. Editni siz bunaqa video edit videolar chiqadi. Va mana shundan xohlaganlaringni tanlab olsalaring edit ketaveradi. Mana shundan keyin o'zlarining rasmini qo'yib ketasizlar. Masalan bu use template bosib turib, mana shundan любой rasmlarni tanlaysizlar. Men Abbos Fayzullayev akani yaxshi ko'raman. Husanov akani ham yaxshi ko'raman. Endi futbolga qiziqsanglar eslasalaring bo'ladi. Agar mana expertingni nima qilyapti? Expert qilyapti. Mana do'stlar, expert qilayotgani mana 99 bo'ldi bu, 100 bo'lmaydi hech qachon. Keyin esa mana shu Ozer'ni bosasizlar. Ketdi, Ozer'ni bosdik. Xohlasalaring CapCut'ga qo'yasizlar, xohlasalaring like qo'yasizlar, xohlasalaring YouTube'ga qo'yasizlar. Lekin men asosan YouTube'da ko'p videoyim qo'yaman, o'shaning uchun YouTube'ga qo'yaman. Keyingisiga qarab bosamiz. Bosib turib, mana shu matnni kirib turib, masalan, men obunachim endi 12 ta bo'ldi. Xudo xolasa 50 ta qilish. 33 nami mana yozamiz. Obuna bo'ling. Keyin meni bosib turib pastga qilasiz. Iltimos. Xohlagan ranglaring tanlaysizlar. Men qorani yaxshi ko'raman. Qora, oq, keyin esa sariqni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shularni tanlayman va tayyorni bosamiz. Keyingisiga bosamiz. Men telefonim o'zbekcha qilganman. Sizlarda ruscha chiqadi, o'shaning uchun o'zbekcha qilib olinglar. Keyin qisqa videoni yuklashni bitta bosamiz. Va bo'ldi. Do'stlar, yuklanyapti. Mana do'stlar. Mana do'stlar, yuklanyapti. Mani 12 ta obunachim bor. Mana do'stlar, hozir ham ko'rsatib beraman. Mana 12 ta obunachi, 28 ta video. 2 ta edi do'stlar, 10 ta odam podpiska bo'pti. Meni hozir shu nimamga mana Mana do'stlar, videomiz tugadi. Qisqa video bo'lsa ham sizga kerakli ma'lumot bo'lishiga amin bo'laman. Bo'lmasa do'stlar, videomiz tugadi. Xayr, omon bo'ling. Kanalimga obuna bo'ling.